Hurmatli qovg'a bir sohiblari, sizlar uchun 2026-yil iyul oyiga tarodan xabar. Xo'sh, iyul oyida siz qanday energiyaga egasiz? Mana o'zingiz ham yugurib chiqdingiz. Zvezda kartasi. Siz iyul oyida juda ham ajoyib yutuqlarga erishasiz, juda ham ko'zga tashlanadigan ishlar qilasiz. Telefondagi ko'p ishlarni hal qilasiz, dokumentatsiyani hal qilasiz, mehmonga borasiz, mehmonda kelasiz, telefonda ko'proq o'tirasiz. Telefonda ko'proq ish bo'ladi sizda. Niyatingizga yetasiz. Juda obro'li, ko'zga ko'ringan shaxs bo'la boshlaysiz. Bitta sir ochiladi. Bir ayol kishi bilan bog'liq yoki erkak kishi bilan bog'liq qandaydir sir ochiladi. Bu sir bu kartada ko'rinmaydi, no sir bu. Siz haqingizda fitnami yoki gap so'zmi yoki nimanidir to'xtab qolishi, ozgina to'xtab keyin yana yurib ketishi mumkin. Qandaydir bir javobni to'xtab qolishi va yana siljib ketishi. Undan tashqari, bu rostdan qanaqadir ayol kishi, agar erkak bo'lsangiz ayol kishiga bog'liq, ayol bo'lsangiz erkak kishiga bog'liq. Qandaydir malinki fitna yoki dokumentatsiya qog'oz ham bo'lishi mumkin. Qog'oz ishlari da. Bu narsa juda ham qo'rqitib yuboradi, jahlingizni chiqaradi, lekin juda ham qattiq harakat qilasiz. Dokumentatsiya bu ishlari. Dokumentatsiya qarz oldi berdi yoki qandaydir hujjatlar. Uchib ketish, qolib qolish, mana shunaqa hujjatlar. Dokumentatsiya. Bu narsa sizni juda ham qo'rqitadi, chunki oxirgi pulingizni ishlatib tikib qo'ygan bo'lasiz. O'shaning uchun hamma pulinglarni ishlatib, hamma gaplaringni gapirib qo'ymanglar, qovg'a bir sohiblari. Iyul oyida o'tirmanglar keyin. Qanaqadir pastava yolg'on, qanaqadir yolg'on informatsiya bo'ladi. Yolg'on shartnoma tuzmang, yolg'on narsalarga e'tibor qilmang. Sekin bo'ladi, lekin tez bo'ladi va farovonlik keladi. Pul, boylik siz tomonda. Udashning karta. Juda ham kuchli bo'la boshlaysiz. Bu hammasi 9-iyuldan keyin bo'ladi sizlarda. 9-iyuldan keyin yaxshi kunlar boshlanadi. Sovg'a, salom, hurmat, e'tibor, pul kelyapti. Pullar sizlarni quchoqlayapti. Lekin siz baribir qo'rqoqligingizni tark etmayapsiz. Iyul oyida namuncha qo'rqaverasiz. Nimaga vahima qilasiz? Voy, nimanidir o'ylayapsiz, mana qarang. Ketma-ketlikda tushyapti. Nimanidir vibr qilasizlar, nimanidir o'ylaysizlar. Aytibman, nimadir sekinlashadi. Sekinlashganda qo'rqib ketasizlar. U qanday qaror, u qanday dokument, u qanday nima? Bu lekin illyuziya bo'ladi. Qo'rqmanglar, illyuziya bo'ladi. Qo'rqqan narsalaring ketadi, mana. Siz yo yo'lga, yo safarga chiqasiz, yo safardan kelasiz, mana. Ko'ryaptimi? Mana ketma-ketlikda shunda olib ko'rsatyapman. Yo'llaringiz ochiq bo'ladi. Faqat sekinlashganda, 3-4 kun sekinlashganda qo'rqmanglar, vahimaga bormanglar. Sizlar yomon o'zi vahimatisizlar. Shunda hammasi yaxshi. Mana, kuch o'zingizda qoladi. Hammasi yaxshi.